bugun onamni tug'ilgan kuni. Onajonimni tug'ilgan kuni. Meni dunyoga keltirgan aziz mehribonimni tug'ilgan kuni. Assalomu alaykum. Bizni ijtimoiy tarmoqlarda tomosha qilib borayotgan hurmatli azizlar, barchangizga xayrli oqshom tilaymiz. Biz bugun Yangi hayot restorandamiz. Bugun ushbu koshonada yana bir baxtiyor insonni quvonchlariga sherik bo'lamiz. Bugungi shodiyonamiz, bugungi kun qirolichasi Zuhra onajonimiz 56 yoshni qarshi oldilar. Bugun shukronalik kunlari, tavallud ayyomlari. Biz ushbu munosabat bilan barcha yaqinlari, qavm qarindoshlari, farzandlari, ayniqsa alohida tabrik sifatida qizlari Gulnozaxon hamda kuyovlari Ortiqjon nomidan tabriklamoqlik uchun tashrif buyurdik. Demak, bugungi tabrik inshaalloh o'zgalardan o'zgacha o'tadi. Biz shuni kutmoqdamiz. Bugungi tabrik jarayonidan eng qiziqarli lavhalarni e'tiboringizga albatta havola qilib boramiz. Demak, bizni kuzatishda davom etasiz va o'zingiz uchun kerak bo'lgan a'lo, qaynoq, pozitiv kayfiyatga biz bilan birgalikda ega bo'lasiz. Marhamat. Tashvish-u g'amlarimni chetga solib, dunyo ishlarini bir zum unutib, xursand qilay qo'llariga gul tutib, bugun onajonimning tug'ilgan kuni. Bu kunni bir umr eslab yursinlar, quvonchdan yuz ko'zlari kulsinlar. Ilohim dunyo turguncha tursinlar, bugun onajonimning tug'ilgan kuni. Mehmonga chaqiray tog'amni, onamning jigari xolamni, bir umr eslab yursinlar shu damni. Bugun onajonim volidamning tug'ilgan kuni. Assalomu alaykum onajon. Shukronalik kuni, tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin. Barcha yaqinlar, qavm qarindoshlar, abiralar, farzandlar nomidan sizni tabriklamoqlik maqsadida tashrif buyurdik. Alohida tabrik sifatida bugun ayni damda musofirchilikda olis qorli Rossiya hududlarida bo'lib turgan qizingiz Gulnoza opamiz hamda kuyovingiz Ortiqpochchamiz nomidan muborakbod etamiz. Tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin. Albatta bugungi shodiyona, bugungi quvonch egasi siz bo'lasiz onajon. Tabriklaymiz. Alloh umringizni ziyoda qilsin. Shu so'zlarni aytmoqligimni so'radilar desam mubolag'a qilmagan bo'laman. Aslida mendan ko'p narsalarni aytishlikni so'radilar.
ularni jamlaganda aslida bir bo'lib farzandning onaga mehri hamda onaning farzandga bo'lgan mehrining ifodasini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Onajon, salomat bo'ling, hamisha yaqinlar baxtiga omon bo'ling ilohim. Mendan onam haqida so'rasangiz, men sizlarga shu so'zlarni aytaman deya Gulnoza opam ta'kidlab o'tdilar. Onam men uchun dunyoda eng aziz inson, yuzi doimo kulib turguvchi, hayot g'amlari, tashvishlari yig'latganda ham ko'zi quvnab turguvchi, biz uchun borini berguvchi, mehri quyoshga, oyga teng insonim deya sizni ta'riflab o'tdilar. Yana juda ko'p iliq so'zlarni aytdilar. Ularni albatta hammasini aytishga bizga vaqt ojizlik qiladi. Gulnoza opamiz nomlaridan barcha niyatlarni, tilak istaklarni bir ajoyib she'rga mujassam qilmoqlikka harakat qildim. Ushbu she'rni onajonimizga aytib bermoqchiman. Hech kimsaga yomonligim yo'q, kim kimligini Xudo biladi. Meni hamma yomon desa ham onajonim meni yaxshi ko'radi. Qo'rqamanda soxta do'stlardan do'stingman deb tashlab ketadi. Bu dunyoda faqat yurakdan onam meni yaxshi ko'radi. Sal eskiroq usti-bosh kiysam do'stlarimga yoqmay qoladi. Har qanday holatimda ham onam meni yaxshi ko'radi. Ro'zg'orimda to'lib ketsa kam, deydi bolam bo'lgin xotirjam, duo qilib yashar meni har dam, onam meni yaxshi ko'radi. Onajon, salomat bo'ling. Farzandlaringiz, yaqinlaringiz sizni juda ham yaxshi ko'rishadi. Ilohim, yaqinlar farzandlar baxtiga sog' bo'lib, nabira abiralar qurshovida ularning kamoliga guvoh bo'lib yurishlikni Alloh sizga nasib aylasin. Bugun 56 yoshni qarshi oldilar onajonimiz. Ilohim, 100 yoshlarga yetganda ham yaqinlar ana shunday davra qurib birga bo'lmoqlik baxti bizga muyassar bo'lsin. Ana endi ajoyib sovg'a bor. Biz mo'minlar uchun eng buyuk sovg'a, eng quvonchli sovg'a. Ushbu sovg'aning xonadonimizda bo'lishligining o'zi biz uchun eng katta baxt va saodat. Uni tilovat qilganda, xatmonalar qilganda esa hosil bo'lgan ajr va savoblar bizga ikki dunyoda eng aziz ne'mat, katta boylikdir. Onajon, ajoyib sovg'ani olib keling qo'sham. Ajoyib sovg'ani qizingiz Gulnoza opa hamda orqadagi nomlardan qabul qilib olasiz. Hamisha sog' va salomat bo'ling. Hojona bo'lib, haj umra safarlarini ado etganingizda ham ana shunday yaqinlar yoningizda bo'lishsin. Onajonimizni tabriklaymiz va